Shofirkonda saylov savdosi. YouTube'dagi muxlislar bilan uchrashuvni intiqlik bilan kutaman. Har bitta muxlis men uchun do'st, birodar kabidir. Azizlar, assalomu alaykum. Qarshingizda jurnalist, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi Rajabboy Raupov. İstaysizmi, yo'qmi, ba'zan xalq maqollaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Xabaringiz bor, 4-5 kun avval Ostonova qutuldimi yo tutildimi nomli chiqishda Shofirkon tumanidagi 1-umumiy o'rta maktab direktori Shahzoda Ostonovaning g'aroyib ish faoliyatidan bir shingil havola etilgan edi. Ba'zi muxlislar e'tiroz bildirib, Rajabboy aka, ayol kishi bilan o'chakishish shartmi? Axir tumanda aytaman desangiz, yozaman desangiz muammolar kam emas. Foydali boshqa bir mavzu haqida ham bizni eshitgimiz keladi. Qo'lingizdan keladigan xalq uchun foydali chiqishlaringizni davom ettirib, bizni ham istaklarimizni hisobga olsangiz deb yozibdi kommentariyada bir muxlisimiz. Endi men uning fikrlariga qo'shildim. Men hech qachon birovni kamsitish uchun qo'limga qalam olmayman yoki birovdan o'ch olish uchun qo'limga qalam olmayman. Sababi yozaman desa chindan ham, aytaman desa tumanda muammolar tiqilib yotibdi. Sarlavhani eshitdingiz. Saylov savdosi. Ikkitagina so'zdan iborat saylov savdosi deb qo'ysam ham bo'lardi-yu, lekin aniq manzilini aytish kerakka o'xshadi. Shofirkonda saylov savdosi deb sarlavha qo'ydim. Bilasizlarmi, bu saylov ham savdoga chiqib ketdi-da. Mahallaga rais bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat, pulini to'lang, rais bo'ling. Naqadar oson, bizni jamiyatimizda amaldor bo'lish naqadar oson. Shofirkonda saylov savdosi. Mahallaga rais bo'lish uchun yugurgilab qolishdi. Boshqa tumanlarda, boshqa viloyatlarda saylov jarayoni qanday boshlandi, buni men bilmayman, ayta olmayman, lekin o'zim tug'ilib o'sgan Shofirkonda saylov savdosi boshlandi. Naqadar bir odamni noqulay bir holatga soladigan. Qo'rqmay, uyalmay, bemalol rais bo'lishi mumkin ekan. Pulini bersang rais bo'lasan. Bu nima degan gap bu? Shu Xo'ja Orif degan bir mahallamiz bor, mahalla bor. Nomini qarang, Xo'ja Orif mahallasi. Endi buni yaxshi eslasang, buni nomi uchun ham, bu ulug' nomda Xo'ja Orif, 7 pirni ikkinchilari Xo'ja Orif. U kishini juda ko'p nomlar bilan aytadi odamlar. Mohtobon deb aytishadi, Mohtobon, ya'ni oy yuzli, juda chiroyli, uzun bo'yli. Birinchi pirimiz bilan doim muloqotda bo'lib turadigan ikkinchi pirning nomi Xo'ja Orif Mohtobon. Ana shu mahallaning raisi, hozir ishlab turgan raisi mana shu Rustam Yakubov. Endi men sizlarga bir surat ko'rsataman, lekin bu surat yaxshi ko'rinmayapti. Yozuvlarini o'qib berishim mumkin. Mana bunda hokimimiz, tuman hokimi Alisher Fayzullayev mukofot, ya'ni faxriy yorliq beryapti. Yonida
Rustam Yakubov, soliqni boshlig'i, militsiyani boshlig'i qator turishibdi. Hokim Yakubovga, ya'ni Rustamga faxriy yorliq topshiryapti. Juda bir katta tantanani o'zi o'sha faxriy yorliqni bir tomonini qo'lini ko'ksiga qo'yib Rustam Yakubov ushlab turgan bo'lsa, bir tomonini hokimni o'zi ushlab turibdi. Xo'p, yaxshi, nima bo'pti deyishingiz mumkin. Gap shundaki, bu rais janoblari 100 dan oshiq daraxtni kesib, payhon qilib, yaraydiganini sotib, qolgan shoxlarini katta o'sha manzilda yo'lga qazdirib ko'mdirtirdi. Men bu haqida oldin gazetada chiqish qilgan edim. Endi qarangchi, mana shu o'zi ko'p narsa sotilar ekanda. Hali savdo dedim, saylov savdosi dedim. Vatandan boshqa, ota-onadan, or nomusdan boshqa hamma narsani sotish mumkin ekanda. Indamasang bular vatanni ham sotadi-ku ya. Shunaqa holatlarga ham duch kelganman. Endi hokimni agar qarasangiz, uni xursand bo'lib turishini qarasangiz, xursandchilikka hammani haqqi bor. Lekin 100 ta daraxtni, mevali va mevasiz daraxtni kesgan mahallani mukofotlab, gerdayib, soliqni boshlig'ini chaqirib, militsiyani chaqirib, ana ko'rdingmi, men seni obro'yingni qanchalik ko'taryapman deb xursand bo'lib o'tirishibdi. Buni ostida ham, tagida ham, yonida ham gap bor. Bu bejiz turmayapti bu yerda bu. Endi aytayaptiki, men bu suratni suyanchig'ing hokim bo'lsa, prezidentdan ham qo'rqmaysan deb natpisiyani tag so'z yozib qo'ydim. Va to'g'ridan to'g'ri bu suratni Buxoro viloyati hokimi Botir Komilovich Zaripovga yo'lladim. Endi shamol bo'lmasa deydi, daraxtni uchi qimirlamaydi deydi. Bu mahallada hozir shamol bo'lsa bo'lmasa qimirlaydigan daraxt ham qolmadi. Azizlar, mana Xo'ja Orif mahalla fuqarolar yig'ini raisi Rustam Yakubov va Shobrikon tuman hokimi Alisher Fayzullayev bir-biriga munosib aka-ukalardek turishini qarang deb yozib qo'ydim. Mana bu kattaroq surat balki ko'rinar. Mana hokim bilan mahalla raisini turishini qarang. Mana. Endi Buxoro viloyati hokimi Botir Komilovich Zaripovga Alisher Fayzullayev aytayapti: bir amallab seni saylovdan o'tkazib olsam, marra meniki, Rustamjon. Rustamjon aytayapti: yo'q, marra ikkalamizniki. Qarang, kelishsang demak hamma narsa oson hal bo'ladi-da, bizni jamiyatda, bizni vatanda, bizni mamlakatda, bizni tumanda. Kelishsang bo'ldi, tamom, oson. Rahbar bo'lish juda oson. Marhamat. Pulini to'laysan, rahbar bo'lasan. Xuddi bozorga o'xshaydi. Kimdir aytgan, bozorga o'xshaydi asli bu dunyo deydi. Juda to'g'ri yozgan ekan, to'g'ri aytgan ekanda. Endi aytaman desa gap ko'p. Mana yana bir surat. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zi bosh bo'lib tashabbus ko'rsatib daraxt ekyapti. Mana. Biznikilar nima qilyapti? 100 dan ortiq mevali mevasiz daraxtni kesib, shoxlarini ko'mib, qurilishga yaraydiganini sotib, mana shunday payhon qilyapti. Hokim buni mukofotlayapti. Tuman hokimi buni mukofotlayapti. Albatta, viloyat hokimi bunday tadbirlarni qadrlaydi. Ya'ni prezident daraxt o'tkazib o'tilgan holatni ko'rsatdim va shunda yozib qo'ydimki, bunday tadbirni qadrlaydi viloyat hokimi. Lekin
atrofidagi pulxo'r hokimlarchi, mahalla raislarichi? Bularni pulxo'r demay yana nima deyish mumkin? Qani aytinglarchi. Pulxo'r, atrofidagi pulxo'r hokimchalar, rahbarchalar, qarang, axir bu shuncha gap so'z bo'layapti. Yashil makon degan gaplar bo'layapti. Har bir tadbirlar bo'layapti. Shu mamlakatni yashnataylik. Bir ko'kalamzor, bir gulzorga aylantiraylik. Odamlar bir toza havodan nafas olsin. Ko'k daraxtlarni ko'rib xursand bo'lsin deb qancha harakatlar boshlandi. Shopirkonda nima bo'layapti? Shopirkonda mutlaqo prezident aytgan gapni mutlaqo teskarisi bo'layapti. Azizlar, mana bu daraxtlar ildizi bilan qoparib tashlayapti. Bir quchoq daraxt ildizi bilan qoparilgan. Mamlakat prezidenti tashabbus ko'rsatib, aholiga rag'bat va havas uyg'otib daraxtlar eksa-yu, tuman hokimi Alisher Fayzullayev 100 dan ziyod mevali va mevasiz daraxtlarni ildizi bilan qoparsa, ularda ko'z yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Bor, lekin hozircha ko'zlari yumuq. Balki umid qilamizki, balki bu ko'zlar yaqinda ochilar. Militsiyangni ham, solig'ing ham, militsiyang ham meni qiziqtirmaydi. Men uchun hokim omon bo'lsa bas, deydi mahalla raisi g'urur bilan. Axir har kimga kim kerakligi va nima kerakligi bugun ayon. Albatta tuman hokimi ko'pchilikka kerak. Soliq ham kerak, militsiya ham kerak. Lekin mana bu Rustam Yaqubovga hozircha hokim kerak. Chunki uni ishi hokim bilan bitadi va ishini o'zicha raislikka o'tdim. Shu odam, shu bola, shu hokim bo'lsa, men albatta saylanaman deb maqtanishlarini qarang. Endi bu maqtanishni ostida ham yana gap bor. Bejiz emas-da bularning hammasi. Og'aynilar, mana mamlakat prezidentining tashabbusini hamma qo'lladi. Endi bizga kelgan paytda, Shopirkonga kelgan paytda bu sal pastga tushgandek bo'layapti. Mensimaslik avjiga chiqdi. Mana ular aytib qo'yibdi-ku, suyanchig'ing hokim bo'lsa prezidentdan ham qo'rqmaysan deb. Prezidentdan qo'rqish emas, prezidentni hurmat qilish kerak. Chunki aholini, xalqni prezidentdan boshqa suyanchig'i yo'q. Hamma prezidentga xat yozadi, prezidentga shikoyat qiladi. Chunki oddiy xalqni prezidentdan boshqa hech kimi yo'q. Qancha xat boradi prezidentga, shikoyat boradi, buni sonini men bilmayman, balki aniq buni sonlari bor, lekin buni hammasini ko'rishga prezidentga vaqt ham yo'q, imkon ham yo'q. Shunday deb o'ylayman. Imkoni yo'q buncha. Yuzlab emas, minglab xat boradi, shikoyat boradi prezidentga. Prezident ba'zan o'ylab qolaman. Prezident menga o'xshagan yolg'iz ekanda deyman. Men ham yolg'iz o'g'ilman, 70 dan oshdim. Mana tengdoshlarim, hatto ba'zi bir o'g'illarim aytadiki, sizga nima kerak bu bosh og'riq? Birovni dardini, birovni shu muammosini qachongacha siz yelkangizga olib yurasiz? Sizdan boshqa kishi yo'qmi? Men aytamanki, ana shu yerda sizlar xato qilyapsizlar. Mendan boshqa odam ko'p, lekin prezidentning atrofida ham odam ko'p. Ularning ko'pchiligi tomoshabin. Mana atrofimdagilar ham, tumanda, Shopirkonda ham odam ko'p, lekin sizdan boshqa odam yo'qmi deysizlar? Odam bor, ular tomoshabin. Birovni dardini o'ziniki kabi qabul qila olmaydi.
prezident butun bir mamlakatni dardini o'zinikidek qabul qiladi, lekin harakat qilyapti qattiq ishlashga. Afsuski prezident yolg'iz. Aytamanki, axir katta bir mamlakatni bitta odam boshqaradi va butun aholi qancha bo'lsa mana shu prezidentga ishonib shu odamdan bir madad kutadi-da. Bitta odamga butun bir mamlakatni dardi og'irlik qilishi aniq-ku. Men bir oddiy jurnalistman. Oddiy jurnalist bo'lganimga qaramasdan 70 dan oshdim, lekin hali ham bu qalamni tashlayotganim yo'q. Men birovni kamsitish uchun qo'limga qalam olmayman. Shu kommentariyaga yozishyaptiki, boshqa mavzularni ham bir ko'taring. Mana men saylov mavzusini ko'tardim. Mana shu bu bitta ikkita odamga emas, juda ko'p kishilar pul ko'tarib yuribdi hozir. Pulni beradigan kishisi ham aniq tayin. Juda yaxshi bilaman, taniyman va qo'rqmayman. Istagan paytda uni aytishim mumkin. Pulni etib berasan, u oladi, u yana boshqa kishiga beradi. Boshqa kishi kim? Boshqa kishi hammasi biladi uni kimligini. Yashintirishni hojati yo'q. Bu saylov mavzusini bitta bilan tugatmoqchi emasman men. Saylov mavzusi yana davom etadi. Azizlar, mana Xudoyberdi To'xtaboyev degan bir ustozimiz bo'lardi, bolalar yozuvchisi. Shu kishini yaxshi bilasizlar, Xudo rahmat qilsin. Keyin Shukur Xolmirzayev degan, bular ikkovlari ham O'zbekiston xalq yozuvchilari. Shu ikkita odam meni Rajabboy deb emas, Raufjon deb aytishardi. Raufjon deb aytardi. Bir kun Xudoyberdi To'xtaboyev chaqirdilar meni. Bordim. U kishi Rajabboy dedilar. Raufjon dedilar. Men sizni chaqirganimni boisi bor. Labay ustoz dedim. Aytdilar, meni bilasiz dedilar, Sovet O'zbekistoni degan gazetani felitonchisi edim men dedilar. Meni dedilar dovondan uloqtirib, pastga uloqtirib yuborishlariga oz qolgan, Xudo saqlagan bir sabab bilan dedilar. Bu gaplarni nima uchun aytyapsiz ustoz dedim. Sabr qiling, eshiting gapimni dedilar. Men Chorsu bozoriga bordim dedilar. Chorsu bozoriga borsam, bu payt hozirgi mana gumbaz shaklidagi bozor yo'q, u oddiy bozor, lekin o'sha bozorning ham o'zini bir qiyofasi bor edi. Bir go'sht rastasiga tushib qoldim dedilar. Qarasam, havo issiq. Bir nima o'tiribdi, o'sha qassob o'tiribdi. Mol so'yilgan, osib qo'yilgan. Shunday arila bosgan go'shtni deydi. Go'shtni arilar bosgan. Arilarning katta-kattasi bor, qovoq ari deydi, bizda eshak ari deydi uni. Katta bo'lganligi uchun eshakka o'xshaydi, katta. U go'shtlarni tishlab bosgan, g'ujg'on ari deydi. Olib ketibdi tishlab go'shtni. Keyin men qassob bilan tanishdim. Qassob uchib turib, "Men sizni taniyman, ustoz, siz Xudoyberdi To'xtaboyevsiz" deb aytdi. Xursand bo'ldim. Men taniganingizdan xursandman. Lekin men sizga bir narsaga hayron bo'lyapmanki, nima uchun bu arilarni haydamaysiz? Ustoz u kuldi deydi. Ustoz, bu arilarni haydab bo'lmaydi. Bu arilar to o'z nasibasini olmaguncha go'shtni tishlab uzib olib ketyapti. Agar buni haydashga harakat qilsangiz, hammasi yopirilib kelib sizni tishlab o'ldiradi. Shu uchun bunga tegini bo'lmaydi dedilar. Shu uchun men sizga aytamanki dedilar, men o'sha kundan boshlab men o'zgardim va feliton endi yozmayman degan o'zimga so'z berdim va o'yladimki, bu jamiyatni yozgan bilan soflantirish mumkin emas ekan. Hayron bo'lib qoldim, o'yladim va yozuvchilikka o'tdim. Bolalar yozuvchisi bo'ldim. Hech kim olmagan chet ellardan gonorarlarni oldim. Kitoblarim juda ko'p tillarga tarjima bo'ldi. Meni sizga beradigan maslahatim, Adolat ko'zgusida yozayapsiz, Adolat gazetasida yozayapsiz, Adabiyot va san'at gazetasida juda ko'p tanqidlarni birin-ketin yozayapsiz.
siz mani yoshligimni eslatyapsiz, Raufjon. Agar shu keksa ustozingizni gapini so'zini olsangiz, shu tanqid yozishni to'xtating-da, yozuvchiligingizni davom ettiring. Axir sizni asarlaringiz Amerikada bosildi. Nimada boshqa ham Peterburgda bosildi. Rus tanqidchilari biri qo'yib, biri sizni juda katta baho berdi sizni nimalaringizga. O'zimizda chiqqan yozuvchilar, ustozlar, Odil Yoqubov, Said Ahmadlar, boshqa kishilar siz haqingizda maqolalar, oqyo'llar yozdi. Siz shunday kasbingizni tashlab qo'ydingiz, yozmayapsiz, yozuvchilikdan sal yiroqlashdingiz siz degan gaplarni aytdi. Xo'p, ustoz dedim va o'ylab ko'rdim. Qarasam, bu jurnalistika shunday bir mo'jizaki, bo'ldi endi yozmayman shu tanqidni. Oilamni ham, farzandlarimni ham xavotirga qo'ymayman deymanda, mana shu oxirgisi bo'lsin, shuni yozay, keyin mana shuni to'xtataman deyman. Bu jurnalistika odamni ana shunday o'ziga ohangraboday tortadigan kasb bu. Do'stlarim, keyingi chiqishlarimda Shobirkon dehqon bozorini aytdim, muxlislarni ham xursand qilib qo'yay. Faqat haligi Ostonova bilan emas, Ostonova mavzusi hali davom etadi. Ularni sudbozligi davom etyapti hozir. Ulardan ham sizlarni xabardor qilaman. Ostonova mavzusi tugallanadi albatta. Shobirkon dehqon bozori mavzusini boshlaymiz keyingi chiqishlarimda. Hozirgacha sizlar bilan xayrlashaman. Nihoyatda xush kayfiyat bilan xayrlashayapman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, omon bo'linglar do'stlarim.